Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilaman. Birinchi, keyingi haftada qilingan analizlarni natijasini ko'rib chiqsak, analiz qilingan analiz ishladimi, ishlamadimi, qanday harakatlandi bozor, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi GBP USD dan boshlab olsak, bu o'tgan hafta ikkita zona belgilab olingandi. FVG bilan order block nuqta belgilab olingandi. Fibonacci'da aytilgandiki, hozir narx discount zonada, ya'ni narx aynan sotib oladigan zonada, ya'ni sotib olish uchun xavfsiz nuqtada turibdi. Shuning uchun biz ko'proq sotib olishga qiziqishimiz kerak shu zonada. Shunga ikkita nuqta belgilab olingandi. Bu FB narx shu zonada edi. 1033-675 narxida turgandi. Narx pastga tushib, bizga aytilgandi order block zonasidan reaksiya olib ketadi deb qaralgandi. Ammo shu FVG ni o'zidan narx reaksiya olib ketdi. Ammo aniq ssenariyda ishlab bermagan bo'lsa ham, shu aytilgandek long harakat qilib berdi. Faqat aytilgan nuqtada emas, biroz teparoqdan ishlab berdi. Hali endi keyingi hafta uchun shuni davom ettirsak, buni keyingi haftada nimalar ko'rishimiz mumkin? Buni o'chirib o'tirsak, bularni o'chiramiz. Demak, hozircha mening fikrim bo'yicha keyingi haftada bay harakat davom etadi. 1 soatlik o'tib olsak, asosiy nuqtalarni ko'rish uchun mana bu zonada kuchli iceberg mavjud, ya'ni likvid yig'ilgan. Bu zonadan narxini bir marta reaksiya oldi. Bu holat yana bu kuchli zona bo'lishi uchun bir necha marta shu yerga harakatlanib dal ushishi mumkin. Shu zonaning o'zi ham bir likvid energiya, ya'ni iceberg bo'lyapti. Ko'pincha trend bo'yicha bu yorilib, o'z trendi bo'yicha harakatlanadi. Shunga bitta shu narx pastga harakatlanib, asosiy trend borib tepaga bo'ladi. Yo'q, shu zonaning o'zidan dalish harakatlanib, bittani shunday pastga tushib, dalish tepaga harakatlanishi kerak. Qarashim keyingi hafta uchun buy. Bunga stop losslar bilan belgilab olsak, narx o'tgan haftada biroz shu TP bilan stop lossni qo'yishda video yozuvda ba'zi bir xatoliklar ketgan. Uzr so'rab qolamiz. Hozir 1.3 norm 1.3 ishlab olsa bo'ladi. Endi GBP USD uchun shu edi. Keyingi para Euro USD ga qarab olsak, Euro USD soatda aytib o'tilgandi. O'tgan hafta narx mana shu zonada edi. Keyinchalik shu zonadan narx pastga tushib, mana bu yerdagi order bloklardan reaksiya olib, dalish tepaga ketish kerak deb analiz qilingandi. Narx keldi, shu zonadan reaksiya oldi va ma'lum bir punktgacha yurdi, lekin hali bozor unchalik reaksiya kuchli yurmagani uchun to'liq analiz ish bermadi, lekin ish beryapti. Hali aytilgandek keldi, shu zonadan reaksiya oldi. Dalish hali uchmagani yo'q, buni kutish kerak. Yana bir haftagacha cho'zilishi mumkin. Yo'q, ani ko'proq. Endi tradingda asosiysi sabr. Keyingi hafta ham hozircha shu qarashim, narx dalishi tepaga ketishi kerak. Bu Euro USD ga qarashim shu. O'tgan haftadagi analizning yarim der ishlab berdi. Bu hafta endi shu qarash, narx shu zonadan endi tepaga harakatlanishi kerak. Keyingi para USD GBP ga qarasak,
1 soatlikka analiz qilingandi. Bu bilmadim bir qancha endi 30-aprel deyarli bir oydan beri turli xil newslar, yangiliklar, urush sababli juda ko'p nimalar bo'lyapti. Yangiliklar sababli bozor yurishi o'ta noaniq, tushunib bo'lmaydigan holatda chiroyli struktura yasamagan. Shunga unchalik savdo qilish yaxshi emas deb o'ylayman. O'tgan hafta narx zonada edi. Narx kelib mana shu zonadagi order flow, ya'ni bu yerda order flow ham shaklangan. Shu order flow zonasidan reaksiya olib tepaga o'tadi degan. Shu narx keldi shu zonada bir necha martalab reaksiya olib bizning signalimiz ishlab berdi. Bunga ajoyib ishlab bergan. Bir necha marta shu zonadan reaksiya olib narx aytilgan nuqtagacha ko'tarilib bergan. Shu ishlab berdi. Endi keyingi haftaga hali bir ana shunday pastga tushib, fikrim bo'yicha narx baribir hali bayga trend bo'lsa, baylik uchun trend is your friend deganday hali qarashim bay kutyapman. Bu yerda mana bu zonada order block qolib ketgan, bir marta ishlab bergan ekan. Kutamiz, shu nuqtadan yana bir marta ishlab berish mumkin, lekin ikkinchi marta ishlab berish xavfliroq. Undan kutish. Demak, yana bu zonada nima bor? 15 minutlik o'tsak, shu zonalarda mana bu zonada yana bitta order block ketgan ekan. Mana bu zonadan narx bir pastga tushib dalish tepaga ketishi mumkin. Keyingi hafta uchun GBP USD payga yaponskiy yenada qarashim shulardan iborat. Shundan iborat desak, keyingi para USD tillada nimalar bo'ldi qaraymiz. Bunga 4 soatlik analiz asos kattaroq trendga aytilgandi. Bu ham hali aniq harakat qilgani yo'q. O'tgan hafta narx mana shu zonada edi. Belgilab olsak shu zonani. Mana shu zonada edi narx. Keyinchalik bo'lsa shu zonada edi. Narx shu zonadan tushib, qayta shu zonadan reaksiya olib, dalish pastga tushadi deyilgandi. Narx shu zonadan keldi. Boshqadan shu zonaga kelib berdi. Endi shunday tushish kerak. Hozircha bu endi yarim ishladi. Yarim hozircha kelgusi haftaga endi kutamiz bu yog'ini. Aniq bir ishladimi, ishlamaganmi keyingi haftaga. Biroz narx shu yerda range holat tuzatilgani uchun aniq bir nima ko'rib bilmadik. Keyingi haftada ham shu qarashim hali sel davom etishi kerak aytilgandek. Biz bu shu zonaga keldi. Shu zonadagi ana bu yerda order bloklardan reaksiya olgan. Taqshi endi pastga tushish kerak aytilgandek. Belgilab olsak keyingi hafta uchun shu zonadan pastga tushish kerak. Bu bo'ldi. Oxirgisi Bitcoin USD. Bitcoin USD ga qarab olsak, Bitcoin USD signalimiz ajoyib ishlab bergan. 1 soatlikka o'ta tiniq bilan ko'rishimiz mumkin. Narx o'tgan safar aytilgandiki, narx hozir energiya hosil bo'lgan, ya'ni iceberg ham deb ataladi. Narx bir tepaga chiqib, ana bu yerdagi zonalardan reaksiya olib pastga tushadi. Narx keldi, shu zonada bir reaksiya orqaga olib, dalish pastga tushib berdi. Aytilgan nuqtaga kelgandan keyin yana bir korreksiyadan keyin baribir pastga tushdi. Juda ajoyib ishlab bergan. Bunga bu o'xshab berdi Bitcoinga analizimiz o'tgan haftadagi. Hozircha bunga qarashim, narx hozir qaysi nuqtaga